Xoliqimiz, Roziqimiz, Parvardigori olamga o'ziga xos hamd va sano va shukronalarimiz bo'lsin. Payg'ambarlarning xotima kunandasi bo'lgan janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Xudoy taolo barchalarimizga bu ulug' kun, muborak Ramazon oylari, oylarning sayyidi bo'lgan, oylarning podshohi bo'lgan Ramazon oylarini qutlug' muboraklik aylasin. Alloh jalla va alo barchalarimizni bu oyda qiladigan ibodatlarimizni, ro'zalarimizni, kechalaridagi qiyomul laylarimizni o'zi qabul aylasin. Xudoy taolo barchalarimizni bu oylardan chiqar ekanmiz, gunohlaridan pokiza holda chiqishimizni Alloh o'zi muyassar aylasin. Janob Rasulullohning marhamatlari, kim Ramazon kirishligi bilan qalbida farah, xursandchilik bo'lsa, Xudoy taolo uning jasadini do'zaxga harom qiladi deganlar. Xudoy taolo hammamizni ham do'zaxdan ozod qilinganlar qatorida aylasin. Ulug'larimiz, salaflarimiz Ramazon oyiga 6 oy qolganda o'zi Xudoy taborak va taologa yolvorishni boshlashardi. Parvardigor bizlarni Ramazonga sihat salomatga yetkazgin. Parvardigor esalamon Ramazon oylariga yetib olaylik degan duolari bo'lar edi. Va yana Ramazondan keyin 6 oy duo qilishardiki, Parvardigor bizlar mana Ramazonni esalamon o'tkazdik. Endi Ramazonga loyiq inson bo'lishligimiz, Ramazondagi to'plagan fazilatlarimizni qo'limizdan chiqarib qo'ymasligimizni bizlarga nasib qilgin deb duo qilishardi. Nima uchun musulmon odam Ramazon kelganda xursand bo'ladi? Chunki Ramazon kelishligi bilan Xudoy taborak va taolo rahmatini mu'min musulmonlar uchun cheksiz qiladi. Shulardan bittasi Ramazonda mu'min odamni gunohlarini kechirishligi. Janob Rasululloh aytdilarki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon oyini iymon bilan, ya'ni Ramazonning farzligiga ishonch bilan, ihtisaban beriladigan savoblarga ishongan holatda ro'zasini tutsa, muqaddamda qilgan gunohlari kechiriladi deb marhamat qildilar. Muhtaramlar, insof bilan bugun biz o'ylaylik. Biz Ramazondan Ramazongacha qancha gunohlarni sodir qildik ekan. O'zimizni bilganimiz qancha, bilmaganimiz qancha yotibdi ekan. Xudoy taborak va taolo mana shu Ramazonning hurmatidan mu'min odamning gunohini kechirilishligini va'da qilyapti. Yana bir narsa, biz Ramazonga kirib kelayotgan ekanmiz, nimaga xursand bo'lamiz? Chunki Ramazonda mu'min odamning darajotini ko'tarilishligi bor. Sahobalardan birlari Talha ibn Ubaydullohdan rivoyat qilinadi. Bu rivoyat Ibn Mojahning sahihlarida kelgan. Rivoyat shunday: Janob Rasulullohning huzurlariga 2 sahoba kelishdi, Allohga iymon keltirishdi. Ularning iymonlari ham bir kunda bo'ldi. Namozlari ham bir xil, ibodatlari ham bir xil, hamma narsalari bir xil. Lekin bittalari ikkinchilardan avval dunyodan o'tdilar. Dunyodan o'tishlari ham shundoq bo'ldiki, Alloh yo'lida jonlarini fido qilib, shahid bo'lib, ya'ni Xudoning rizosi uchun qonlari to'kilib dunyodan o'tdilar. Ikkinchilari esa rosa 1 yildan keyin dunyodan o'tdilar. Talha ibn Ubaydulloh aytadilarki, men tushimda ko'rsam deylar, jannat eshigining ostonasida turibman. Men va boyagi 2 sahoba. Birlari shahid bo'lib dunyodan o'tgan, ikkinchilari do'stlaridan keyin 1 yildan keyin dunyodan o'tgan. Jannatdan bir nido qiluvchi nido qildi. Jannatga birinchi bo'lib keyingi o'tgan odamni chaqirildi. Ya'ni do'stidan keyin o'tgan odamni jannatga birinchi bo'lib chaqirildi. Sizga jannatga kirishga izn berildi, jannatga kiring deb turib. Keyin bir ozdan keyin Xudoy taoloning rizosi uchun jonini fido qilgan sahobiyni chaqirildi. Keyin u kishini jannatga olib kirib ketildi deylar. Talha ibn Ubaydulloh aytadilarki, tushimdan men hayratlandim. Bittasi jonini fido qilib yuborgan bo'lsa shu din uchun. Ikkinchisi yo'q, oddiy o'lim topgan u, lekin undan keyin 1 yildan keyin dunyodan o'tgan. Taajjublanib Rasulullohdan so'radim: "Ya Rasululloh, bu qanday ajoyib bir narsa.
Tushimda mana bu holat bo'ldi dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilarki, haligi do'stidan keyin 1 yildan keyin o'tgan odam do'stidan ko'ra 1 yil Ramazonni ro'zasini ko'p tutdi. Do'stidan ko'ra 1 yil Ramazonni kechalarida qoim turdi. Do'stidan ko'ra ko'proq namoz o'qidi. Ularning darajati, maqomi shunaqaki, osmon bilan yer qancha bir-biridan masofa farq qilsa, ularning jannatdagi maqomi ham shunchalar farq qiladi dedilar. Nima uchun ilgaridan ota-bobolarimiz Parvardigor bizlarni Ramazonga eson-omon yetkazgin deb duo qilishgan? Ramazonni ostida mu'min uchun shunaqangi va'dalar yotadi. Ramazonda nima uchun biz kirib kelganda xursand bo'lamiz, qalbimiz sururga to'ladi? Shulardan bittasi Ramazon, roza o'z sohibini qiyomat kunida shafaat qiladi. Va Qur'on o'z sohibini qiyomat kunida shafaat qiladi. Roza aytar ekanki, ey Parvardigor dergan, men sabab dergan, bandang kunduzlari chanqadi, och qoldi, nafsi xohlab tursa ham ayoli bilan birga bo'lmadi. Parvardigor menga shu bandangni shafaat qilishlikka izn bergin deydi. Qur'oni Karim aytadi, Parvardigor deydi, men sabab, meni ishtaman deb, meni tilovat qilaman deb bandang kechalari uxlamadi. Kechalari qoim bo'ldi. Kunduzi charchagan bo'lsa ham, kunduzi o'zining mashaqqati bilan, qiyinchiligi bilan, dunyo ishlari bilan qiynalgan bo'lsa ham, kechasi bilan oyoqda turib Qur'on eshitdi. Kechasi bilan oyoqda turib Parvardigor meni tilovat qildi. Menga izn bergin, shu bandangni men shafaat qilay deydi. Va Alloh taborak va taolo bu ikkisiga, Qur'onga va ro'zaga shafaatning iznini beradi. Va ular o'z sohibini jannatga olib kiradi. Qarang, biz nima uchun Ramazon kirishligi bilan xursand bo'lamiz? Janob Rasulullohning yana bir va'dalari bor. Ro'zador odam uchun ikkita xursandchilik bor deydi. Birinchisi og'zini ochgan mahalida. Ikkinchisi Robbisiga yo'liqqan mahalida. G'ayb ilmlaridan bittasi Ramazonga beriladigan fazilatni qanchalar mukofotning ulug'ligini Xudo taborak va taolo berkitib qo'ydi. Aytdiki, ro'za dedi, mening uchundir dedi. Va ana ajzi'u bi. Men ro'zaga o'zim mukofotini o'zim beraman dedi Xudo taolo. Banda qiyomat kunida Robbisiga borganda endi uni ro'zador bandani qanchalar ulug' mukofotlar kutayotganligini hech kim bilmaydi. Alloh taoloning o'zidan boshqa. Shu o'rinda bir narsa muhtaramizlar. Mana biz hammamizda ham shu holat kechadi. Iftor yaqinlashganda og'zimizni ochish mahalida hammamiz dasturxonda intizor bo'lib turamiz. Mana shu paytda duo ijobat. Shu davrlarimizni befoyda o'tkazmaydi muhtaramizlar. Alloh taolodan muqaddamda qilgan xatolarimiz, kamchiliklarimiz, nuqsonlarimizni Xudo taolodan so'raylik. Sizni bizni boqaman deb ota-onalarimiz qancha mashaqqatda dunyodan o'tib ketishdi. Ularning haqqilariga duo qilaylik. Hayotimiz, farzandlarimiz haqqiga duo qilaylik. Ramazonda og'iz ochilar ekan, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bandani qalbiga ozgina xursandchilik kiradi. Lekin shu joyda daqiq joyda bor ekan, e'tibor beramiz muhtaramlar. Biz o'sha chanqaganimizda suv ichishlik imkoniyatiga yetib borganimiz uchun xursand bo'lmaymiz. Ovqatlanishlik imkoniyatiga ega bo'lganimiz uchun xursand bo'lmaymiz. Nima uchun xursand bo'lamiz desa, eson omon alhamdulillah gardanimdagi bir kunlik ro'zamni imkonini qildim, uddasidan chiqdim degan xursandchilik bandani qalbida bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yana bir muborak hadis bor ekan. Alayka bis-sawm fa innahu la adla lah. Rasululloh aytdilarki, sen o'zingga ro'zani lozim tut. Chunki uni savobiga teng keladigan narsaning o'zi yo'q. Dunyoda hamma amalga riyo aralashishi mumkin. Misol uchun namozga, yoki bo'lmasam sadaqotlarga, qilinadigan ehsonlarga, lekin ro'zaga riyo aralashtirib bo'lmaydi. Kimnidir oldida ro'zang og'zin bek ro'zaman deb turib,
ichkarida kirib turib og'zini ochib yuborsa, bu odam demak roza hisoblanmaydi. Roza faqatgina xolis Alloh uchundir. Parvardigori olam barchalarimizga kirib kelgan bu Ramazonni qutlug' muboraklik qilsin. Hozir hadisda aytilgandek, Xudoy taborak va taolo muqaddamda qilgan gunohlarimizni kafforatiga ro'zalarimizni, qiyomul laylarimizni Xudoy taborak va taolo sabab aylasin. Muhtaramlar, Alloh jalla va aloning bir haqiqati bor ekan. Ana shu haqiqatidan bittasi, Xudoy taolo qaysiki bandadan bir ne'matini o'p qo'ysa, u bandani mun'im bilan, ya'ni ne'mat beruvchi bilan birga bo'lishligini iroda qilgani bo'lar ekan. Bu degan nima degan desa, mana savol. Ne'mat afzalmi, ne'mat beruvchi zot afzalmi? Hammamiz ham ichimizdan o'tkazaylikchi. Ne'mat afzalmi, ne'mat beruvchi zot afzalmi? Albatta ne'mat beruvchi zot afzal. Xudoy taolo qaysi bandasidan bir ne'matni vaqtinchalikmidi, umrbodmidi olib qo'yibdimi, demak u bandani o'zi bilan birga bo'lishligini Xudo iroda qildi. Qarang, kunduzi biz og'zimizni bekitib to og'zimizni ochgunimizcha ayolimiz bilan birga bo'lish, yeyish, ichish ne'matidan to'silib turamizmi? Demak, bu ne'mat ortida bilib qo'yaylikki, Xudoy taborak va taolo siz bilan birga ekanligini chin qalbdan his qiling. Bugun tarovih o'qiyotganingizda, xatm Qur'on o'qiyotganingizda bir oz oyog'ingiz toldimi, mashaqqatdamisiz, rohatdan to'silib turibsizmi? Bilingki, Parvardigor olam siz bilan birga. Ya'ni mun'im zot, ne'mat beruvchi zot siz bilan birga ekanligini his qiling. Shunda inshaalloh charchog'ingiz qolmaydi. Shu o'rinda bir narsa, mana ichimizda otaxonlarimiz, opa-dadalarimiz o'tirishibdi. Mabodo agar xatm Qur'on asnosida oyoqlari bir toyib, qiynalib, oyoqlari bir qaltirab, quvvatsizlansangiz, bemalol o'tirib xatm Qur'onni o'qing. Imkon qadar farz namozini tikka turib o'qing. Lekin bu yoshlarimizga emas, kuch-quvvati bor odamlarga emas, bu yosh ulug'larimizga mabodo xatm Qur'on asnosida, bu nofila ibodat, xatm Qur'on asnosida qiynalsangiz, oyog'ingizda bir muammo bo'lsa, boshlingiz aylanadigan bo'lsa, bemalol o'tirib ibodatingizni qilavering. Bu ham albatta dinimizning yengilligi. Parvardigor olam barchalarimiz ibodatlarimizni qabul aylasin. Va li oxiri da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Parvardigor, biz ojiz, gunohkor, gunohlarga vujudi to'lib ketgan bandang sendan iltijo qilib so'rayapmiz. Bizlarni bu muborak oy, Ramazon oyiga eson-omon yetkazding. Buni qadriga yetib, g'ofil bo'lmasdan, g'aflatda qolmasdan ibodatlarimizni chiroyli ado qilishligimizni nasib qilgin. Parvardigor olam, Ramazon kelishligi bilan xursand bo'ladigan, chiqishligi bilan mahzun bo'ladigan bandalaring qatorida qilgin. Parvardigor, bu oylardagi qiyomul layl ro'zalarimizni o'zing qabul aylagin. Hadis muborakda va'da qilingandek, bu ibodatlar ortidan muqaddamda qilgan xatolarimizni, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Jannatdagi maqomlarimizni yuksalishiga buni sen sabab qilgin. Tarozi mezonimizni yuksalishiga sabab qilgin. Parvardigor, bizlarni do'zaxdan ozod qilinganlar qatorida qilgin. Parvardigor, jannatingga mehmon qilgin. Ro'zadorga berilgan ulug' va'dalardan biri Rayyon eshigidan jannatga kirishimizni hammamizga muyassar qilgin. ولآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين يا أرحم الراحمين.